Salom do'stlar. Bugun siz bilan organik va noorganik moddalar haqida gaplashamiz. Organik moddalar qanday moddalar? Noorganik moddalar qanday moddalar? Ya'ni biz bilamiz, bizning tanamizni, ya'ni o'zlashish jarayonida ishtirok etadigan va tanamizga to'liq oziqa bo'ladigan moddalar organik moddalar hisoblanadi. Hayotimizda o'simliklar, daraxtlar, mevalar, sabzavotlar, har bir yeydigan mahsulotlarimiz, ya'ni bizdan tashqarida yashaydi. Ya'ni o'zining hayoti bor. Ya'ni o'sish jarayoni, pishish jarayoni har bir bosqichda, etapda bizgacha yetib kelguncha qandaydir bosqichlardan o'tadi. Ya'ni bizda tanamizda bor bo'lgan moddalar natriy, kalsiy, magniy, sink, temir har bittasini sanab o'tadigan bo'lsak, ya'ni to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ancha vaqt ketadi. Xo'p, sizga tushunarli bo'lish uchun sizga tushuntirib beraman. Xo'p, tuproqni oladigan bo'lsak, tuproqda ya'ni tanamiz uchun, organizm uchun kerak bo'ladigan 16 ta modda hammasi mavjud. Ya'ni bizni ish faoliyatimiz, ya'ni ishlab turishimiz, yurishimiz, ko'rib turishimiz, eshitib turishimiz, ya'ni eshitgan narsalarni tahlil qila olishimiz, organizmning har bitta bosqichda, ya'ni ishlab turishi, ozuqalarni hazm qilib turishi va yuragimizni misol uchun ishlab turishi, energiya berib turishi, har bitta organimizni yetarlicha to'liq ishlab berish uchun o'sha muhim bo'lgan 16 ta modda xizmat qiladi. Ya'ni o'sha moddalar bo'lganda bizning tanamiz normal holatda ishlaydi. Xo'p, endi o'simliklar o'sha yerdagi, tuproqdagi noorganik bo'lgan moddalarni o'sish jarayonida organik moddaga aylantirib bera oladi. Ya'ni organik modda tanamizga tushgandan keyin bizni tanamizni xizmat qilishni boshlaydi. Ya'ni u yashashni bizni tanamizni davom ettiradi. Aytadi-yu, ya'ni sen nima yesang, o'shasan. Shuning uchun biz nima yeyayotganimizga e'tibor qaratishimiz kerak. Ko'pchilik qattiq suvni iste'mol qilishadi. Ya'ni suv haqida to'xtaldik. Ya'ni suvning tarkibida o'sha noorganik moddalar bo'lishi bizga qanday salbiy ta'sir ko'rsatadi? Ya'ni biz iste'molimiz uchun eng to'g'ri suv, eng ma'qul suv bu destillangan suv hisoblanadi. Uning tarkibida hech qanaqa modda bo'lmaydi. Ya'ni noorganik moddalar bo'lmaydi. Tozalangan bo'ladi noorganik moddalardan. Misol uchun, quvurlardan oqib kelayotgan suvlar ichishimiz va havuzlarda saqlanadigan suvlarni ichishimiz va daryolarda, misol uchun tog'li hududlarda ichiladi, daryolardan oqib kelayotgan suvlarni ichishimiz. Bu narsa, ya'ni unda noorganik modda shunaqa ko'rinishdaki, u qandaydir hajmga ham ega emasda. U to'g'ridan-to'g'ri mana bu hajmga ega bo'lganda filtr a'zolarimiz ma'lum qismda ushlanib qoladi. Lekin u o'sha jarayonlardan o'tib, to'g'ridan-to'g'ri qonga, ya'ni qon tomirlarimizga boradi. Qon tomirlarimizda o'shanaqa moddalarni saqlanib qolishi, qon tomir devorlarida noorganik modda, ya'ni organizmda o'zlashmaydigan moddaning bo'lishi, tomir devorlarida joylashib qolishi. Bu misol uchun kapillyar qon tomirlarida agar mayda qon tomirlarga joylashib qoladigan bo'lsa, qonni oqimini kamaytiradi yoki bo'lmasa to'silib qolishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni yig'ilib to'silib qolishiga sababchi bo'ladi. Bu narsa agar to'g'ridan-to'g'ri asab tizimiga, ya'ni miyaga boradigan hujayralarda, ya'ni kapillyar degani o'sha mayda hujayra, mana soch tolamiz ko'rinib turibdi bizga. O'sha soch tolamizdan ham mayda. Ya'ni tasavvuringizga kelish uchun soch tolamizdan ham mayda qon tomirlar hisoblanadi. Va o'sha qon tomirlarini to'silib qolishi, agar miyaga boradigan, asab tizimimizga boradigan hujayralar to'silib qolsa, bizda u boshqarib turgan organlar bor. Ya'ni o'sha tomir orqali yetib boradigan oziqa, ya'ni buyruqlar bu falaj holatga keladi. Ya'ni ishlash jarayoni to'xtaydi. Noorganik modda tanada o'zlashmaydigan modda hisoblanadi. Xo'p, yana bir narsaga to'xtalamiz. Organik moddalarni iste'mol qilishimiz va to'g'ri iste'mol qilishimiz bizga kunimizni samarali o'tkazishga,
va yangi bilimlarni tezroq va unumliroq o'zlashtirib, amaliyotda qo'llay olish qobiliyatini, salohiyatini paydo qilishga yordam beradi. Noorganik moddalar va organik moddani ham juda berkitib qo'yilgan bo'ladi. Misol uchun shirinliklarda yo qovurilgan narsalarda o'sha organik, ya'ni tana uchun ozuqaviy moddalar juda bekinib qoladi, qamalib oladi. Misol uchun qovurilgan holatda bitta ozuqa bo'ladigan bo'lsa, uni misol uchun organigini ajratib olish uchun xuddi mana bunaqa yong'oq bor. Yong'oq qobig'i o'sha narsani himoya qilib turadi-yu. O'sha qobiq ichida mag'zi bo'ladi-da. O'sha mag'zini ajratib olguncha tana ancha mehnat qilish kerak bo'ladi. Meva mahsulotlari, ya'ni ho'l mevalar, sabzavotlar, ya'ni tuxumda ham oddiy qaynatilgan holatlarda o'sha narsa ochiq holatda bo'ladi, ya'ni tezroq o'zlashadi tanada. Organik moddaning tezroq o'zlashishi bu tanada ichki kuchni nima deydi, tejab qolinishiga sababchi bo'ladi. Tejab qolingan kuch nimaga sarflanadi? Agar siz o'qishga, ya'ni yangi ma'lumot, yangi axborotlarni eshitayotgan bo'lsangiz, ya'ni o'sha axborotni to'g'ri-noto'g'riga ajratib, miyada to'g'ri saqlab, ya'ni siz o'sha ma'lumotdan unumli foydalana olishingizga sababchi bo'ladi. Shunday ekan, organik moddani nimaligi va sizni tanangizga to'g'ri yetkazib borish nima ekanligini va noorganik moddalar nima ekanligini bilib olishingiz kerak. Misol uchun ko'pchilik tuz iste'mol qiladi. Tuzda natriy va xlor bor. Ya'ni natriy va xloridmi shunaqa. Xo'p, mana shu narsa natriy u organik natriymi? Bir o'ylab ko'rganmisiz? Ya'ni tuz foydali va tarkibida natriy bor deyishadi. Lekin o'sha natriy organik natriymi? Yo'q do'stlar, bu noorganik natriy. Ya'ni tanada o'zlashmaydi. Misol uchun tuzni ma'lum bir miqdorda o'zlashtirish hajmi bor. Misol uchun 20 gram deylik, bir kunda 20 milligram. Biz yeymiz, non yeymiz. Ovqatlarga tuz qo'shib yeymiz, boshqa narsa. Ya'ni biz iste'mol qilayotgan tuz hajmi 30 milligramga chiqib ketyapti. Va biz tana o'zlashtirayotgani, ya'ni u o'zlashtirib tanadan chiqarib yubora oladigan tuz 20 milligram va 10 milligram tuz tanada qolib ketyapti. Va tanada kam harakat bo'ladigan qismlarda o'rnashib olyapti. Ko'pchilik suv ichsam ham semirib ketaman deydi. Yo'q, aslida o'sha suv ichganingizdagi mana bu tuz quriydi-yu, qaqshaydi. Ya'ni suvni o'zida ushlab qoladi. Ya'ni yetarlicha tanada o'zlashishi emas, ma'lum bir organ, ma'lum bir tananing ma'lum bir qismida turib qolishiga sababchi bo'ladi. Bu ortiqcha ishlarga va semizliklarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun tanada har bitta yeydigan mahsulotlaringizda o'sha organik yo noorganik modda ekanligini o'zingiz ongli ravishda tahlil qilib borishingiz va iste'mol qilayotgan mahsulotlaringizni to'g'ri tartibda joylashtirib borishingiz kerak bo'ladi. Bugungi siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuyimiz organik modda nima va noorganik modda nima degan savolga javob berish edi. Siz uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Like bosishni va kommentariyada o'zingizni fikringizni va savolingizni berishni unutmaysiz degan umiddaman.